Hammaga salom do'stlar. Bugun men sizlar bilan mana shu ekranlarda ko'rinib turgan o'yinni o'ynamasa qilib olishga harakat qilaman. Sizlarga YouTube'da umuman yaxshi video chiqarmayotganim sabab mana shu o'yinni tortib, noldan akkaunt ochib va men endi buni sizlarga o'ynab ko'rsataman. Qani, normalniy video chiqsin. O'zi ham ancha bo'lib ketdi video chiqmagan, to'g'rimi? Ana. Men buni endi oldim, bundan so'ng katta ilon qattiqligini ko'rsa, ukam qoch. Mana buni ko'rsataman, olaman. U mana o'zini. Bu ham katta narsa ekan. Magnitni ber. Mana bu idishni oldim. Birinchilik bo'lish nasib qilsin. Voy, bekor bo'ldi-de, tugab qoldi-de. Voy, qoch. Qoch. Sochimni oldirib kelgandim. Asl. Men balo bo'lsam tezroq. Buni ham. Ozgina ko'tarishaylik. 23,000 bo'ldi endi bizda. Sekin yurib o'ynayveramiz. Va murod maqsadimizga yetamiz. Ana menga urildi mana shoptoli. Qoch, menga urildi, senga emas. Shoptoli, qoch, sen ham urilasan. Ko'raysizlarmi? Bu uni nasibasini yedi. Buni meni nasibam edi. U yeb qo'ydi. Zona cheklarda yurgan ekanmiz. Bu nimadir ketdimi? Menimcha nima deylardi, o'sha shoptolini topdim. Mana. Vo, brat. Boshingiz qayerda? Yodam. Hozir boraman. Boshingizni bir chiroyini tekshirib keling. Miyizdan. Brat, siz nima deysiz? Yaxshi o'lib berganingizga rahmat. O'lib berdimmi? Men o'ldirdim. Ko'rdinglarmi? Men o'ldirdim, bratuxa. Bratuxa, siz ham o'ldiraymi? Voy, shoptoli. Havolim ketib qopti. Voy, miyingni. Mayli. Bo'lib turar ekan, men hostildim. Uka, bu men nasibam edi. To'g'rimi? Chunki hozir o'ldirdim men uni. Yaxshi ham o'libman, menimcha. Ko'rdinglarmi, soqolchiga sal qoldi, 2 marta sal qoldi. Bu o'yinni ham yoshligimizda ko'p o'ynardik, to'g'rimi? O'ynaganlar bo'lsa kommentariyaga yozing. To'xta, shoptoli, astag'firullah. Voy, qoch. Urib olsamazdan qochardi. Ukam. Magnit. Barmi men o'zim nasibamni hech kimga bermayman. Maytda kimdir urilgan ekanda, bular. O'shani yeymiz. Aytdim, shoptoli. Urilganni yemay, men urilagan. Urilib bo'ldim, tez qaytibman. Spam bo'lik. Desam boshqacha spam bo'ldim. O'ynamay qo'yganim ham ancha bo'lib ketganda bo'ldi. 35% ekan, qopda tez o'chadi. Mayli. Soch oldirish kelganman, kutib o'tiribman. 5 ta odam bor. Soat 12 da ketaman. Hozir soat o'zinglar ko'rib oldinglar, mana, ko'ringlar. 21. Urilib ketaman. 21:48. O'rmonga bordim men. O'rmonda echki ko'rdim. Echki semiz ekan, so'yay desam pichoq ham yo'q ekan. Echkini so'yib nima qilasan? Qo'y boru, to'g'rimi bo'ldi? Men bilaman-da. Voy, qoch. Aytdingmi shoptoli? Shoptoli. Birov nasibasi edi. Bola, bir gap aytaymi? Haqiqat achchiq bo'ladi.
haqiqat achchiq bo'ladi bolalar. Bu shoptollardan uzoq yuraman, qarab turinglar. Bu shoptollardan uzoq yuraman. Shoptol mana o'rg'isi yomon-da. Men o'rib olardim-da oldin. Katta birinchiga chiqib qolardim-da. Hammasini o'rib olardim. Ishonaysizlarmi? Men ishonaman, chunki o'rganman. Nimaga mana barmog'ing o'rtada yuribdi desanglar, barmog'ingni stirnkasi o'rtada yuribdi desanglar, o'zi kichkinagina telefon. Bilmayman, shuni ham qayerdan oldim? 100 mingga sotib oldim, so'rang oldi. Shoptoli sotib olmayman. Qayerdan ham gapga chalg'idim. Onlayn yurgan yo'limda Lolani xayol surib yurardim. Hozir men bu shoptolni anaqa qilyapman-da. Lolani kanaliga ham, mening kanalimga ham obuna va like bosib qo'yinglar. Lolani kanalini svet buzildimi? Lolani kanalini shunday videoni nomi bo'ladi-yu, nomida. O'sha nomiga yozib qo'yaman. Nomiga birinchisiga shunday nomini yozib qo'yaman-da. Kuchukcha Lola, keyin men ko'rilib ketishim bor. Yog'ida o'zini kerakli ismi nimadirlari bor. O'shanga-da. Uni yaxshilab yodlab olmaganman, o'zini yozib qo'yaman-da. Keyin mening kanalimga ham obuna qo'ying. Meni go'shga ha. Hech kim yo'qlarga deb olaman. Magnitol. Yeyish oson bo'ladi-da. Kachok. Yana gapiravering endi. Ko'rdinglar-ku bolalar. Короче, nima deyotgandim? Kanalni pastda qoldiraman. Menga ham obuna qo'yish esdan chiqmasin. Lolaga ham обязательно obuna qo'yinglar. Bitta obunacha bilan, likecha bilan hech narsa o'zgarib qolmaydi-yu. Men sizlar yordaminglarda Lola va men mashhurlikka erishamiz. Shoptoli. Aka, nimaga menga urilasiz? Rahmat menga urilganingizga. Aka, quloq bormi bu yerda? Quloqdan qo'rqyapsizmi? Voy, cho'ntagimda napalchik olmabman-da. Quloq. Bunaqa qilmang. Beqi. Quloq bormi? Bitta qoch. Bolalar, betdan ham surar ekanmiz-ku, bolalar qizlar. Sekin betdan suramiz. Surganni ham uchib suramiz. Bular maytda o'lganni yeb tashlashyapti, urilganni. Meni ham yeb tashlaydi hozir bular. Shoptoli. Quloq bormidi menga urilib? Bilasan o'lishingni. Bilganing uchun urilasan, to'g'rimi? Quloq. Nima bo'ldi? Quloq nima qilyapsan bu yerda? Nima qilyapti ular menga urilib? Shubhasiz yaxshilik. Yaxshilik qil. Yaxshilik qil. Yaxshilik qil. Yaxshilik qil. Yaxshilik qil. Yaxshilik qilyapman. Yaxshilik qil. Yaxshilik qil. Yaxshilik qil. Yaxshilik qil, shoptoli. Bola yaxshilik qilmayapti. Quloq sal qoldi. Bari shoptoli, zerikdim sen bilan. Zerkarli ekansan. Xafa bo'lmay, zerkarli ekansan. Yana men o'zimni olmaydi. Yaxshi, bu safar urilmadim.
bu yerda yursa yaxshi bo'lardi. Nimagadir menda shunaqami yo'q, hammada shunaqami? Mana qaranglar, qolmayapti bu yaxshilik qil desam, yaxshilik qilmaydi, mayli. Endi yaxshilik qilgisi kelib qolgandir-da. Yaxshilik qildi. Menga yaxshilik qildi. Ko'rdinglar, kelib menga yaxshilik qildi. Ana unga bermasdan yeb qo'ydim. Sen ham yaxshilik qilmaysanmi? Bekorga meni izimni yurmayapti deganda bo'ldi, yaxshilik qilmoqchi. Ha, bu ham yaxshilik qilmoqchi. Sal qoldi bo'ldi. Sal qolibdi. Sen ham yaxshilik qilish niyating yo'qmi, ukam? Sen shak shubhasiz yaxshilik qilasan, to'g'rimi? Menga. Nima dedi? Menga farqi yo'q, dedi sen. Menga yaxshilik qildim, qoida buzdim. Men qoida buzganimga shunga shunaqa bo'ldi. 8-o'ringa chiqib oldim, bo'ldi. Qanaqa qoida buzdim? Ko'rdinglarmi, mana shunaqa qilib oldin urib olardim-da, bo'ldi. Keyin bular yaxshilab qoida buzarli bo'lardi. Keyin nima ham qiladi? O'yladi-da, bo'ldi, to'g'rimi? Nima ham bo'ladi? O'yladi-da. Kim mashdan kirsam 5000 beraman. Shoptoli oxirgi o'ringa chiqib oldi. Zo'rat 10-o'ringa chiqib oldim. Kirganda 55-o'rinmidim, 9ga chiqdim. Bu to'xta ukam, to'xta. Shoptoli, qoqi. To'xta. Batareya zaryadi juda tez o'tdi. Hop. Astagfirullah. Qo'rqib bor desa, brat. Miyizni go'shiga sizdi. Aqlingiz bormi, aka? Meni urib aytyapsiz. Shoptoli, menga urilma kelib sen ham. Nimaga unaqa deyapman? Sababini bilasizlarmi? Mana urilib ketsa, men nima edi? Meni boshimga urilishi mumkin-da, bular ataylab. Ataylab kech keldim bugun, ataylab deb. Shoptoli. 19% zararga qoldi. O'yinda boshda 30 mingda. Boring Shoptoli. Mahallada o'tirish xatoda. Mahallada o'tirsa shunaqa xalaqit beradi. Shoptoli, mahallangga o'rtog'imiki. Ko'rib turganinglarda bo'ldi biz. Nima u? Oxiri o'ynadik, mana cho'chqani ham yutib oldik, o'yinimiz to'r bo'ldi. Optenni bossak, mana buni berdi. Shuningdek, biz bugungi videoni tugatamiz. Sizlar bilan men bugun mana shu o'yinni o'ynab, o'yinimizni to'r qildik va birinchi o'ringa chiqa olmadik. Sizlarga yoqsa o'yin, keyingi videoda aytsanglar, biz albatta buni amalga oshiramiz. Hammaga xayr.